Hammaga assalomu alaykum. 29 haftalik homilam bilan bugun doktorlardan o'tishga boramiz. Qani ketdik. Ko'chada havo 40 gradus bo'lgani uchun shunaqa yengil ko'ylak, ya'ni dvoyka kiyaman, bo'lmasam pishib qolaman. O'shanga mos sumka, aksessuarlarni unutmaymiz. Ro'mollarni to'g'rilab, xursand bo'lib ketamiz. Uydan chiqib ketishim biram qiyin, o'zimga qarayman. Homiladorga ham o'xshamayman deb настроениямni ko'tarib qo'yaman. Qornim pastligi uchun korset taqishni esdan chiqarishim kerak emas, постоянно taqishim kerak. Lekin shu yerda bitta narsani bildimki, men korsetni noto'g'ri taqaman. Agar sizlar ham korsetni shunaqa turgan holatda taqayotgan bo'lsangiz, bu juda ham yomon ekan. Uziga bordim. Uzida hammasi yaxshi chiqdi. Allohga shukr, suvlarimiz ko'payibdi. Ya'ni suv ketishi to'xtagan. Ginekologga очередda kutdim. Ular ham aytdilar, что men noto'g'ri taqaman korset. Korsetda yotgan holatda taqish kerak ekan, chunki bola pastda uni qisib qo'yishimiz mumkin. Obedlarimni olib, ikkinchi farzandimni ham xudo xolisa birinchi ko'rpanisida tug'ish niyatim bor. Analizlarim yaxshi chiqqani uchun sam bo'lib xonalarga bordim. Kapelnitsalarimni olishim kerak. Bugun kapelnitsamning 3-kuni. Efir olaman, adashmasam qon ko'paytirish uchun, gemoglobinni ko'tarish uchun va shunaqa vitaminlar ham yevaman. Sizlarda homiladorlik qanaqa o'tyapti?